bitta, ikkita. Uchinchisi, mahsulot shunaqa zo'r bo'lganidan bugun xuddi shu brendni penkasini ham o'zimga zakaz qildim. Ikkitasini o'zim ishlatib tugatganman. Endi penkasini ishlatamiz. Sostavida guruchcha upasi, sut va tuxum bo'lgani uchun bezamzani oqartirishga yordam beradi. Hozir birinchi ishlatishingizdan уже effekti bilinadi. Yuzlarni yuvishga ertalab kechki payt mana mayda guruch upasini his qilasizlar. Yuvib oldim, endi hozir salfetkada artib tashlaymiz. Rostdan yuzni yumshatib, o'sha guruch upasi bo'lgani uchun srazu oqartiruvchi effekt beradi yuzga. Endi kremini ishlatamiz. Effektini juda ham yaxshi bilaman. Penkasini o'ylanmasdan oldim. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Sostavida arbutin va niacinamid bo'lgani uchun quyoshdan kuygan, terilar xiralashishi bo'lsa ham mana shu kremni ishlatsanglar, yuzingizlar doim tiniq yuradi. Homiladorlikda o'zi har bitta ayolga dog' tushishi tabiiy, lekin to'g'ri uxlab qilinsa, o'sha dog'larning qorayishini, ko'payishini oldini olsa bo'ladi. Faqat buni kechki payt ishlatishingiz kerak. Kunduz kuchli zashita, to'g'ri uxul. Oldin meni kuzatganlar bilishadi, mana shu o'timda dog'larim qorayganida, homiladorlikda yana qorayishni boshladi, kuchaytirdim mana shu kremni. Hozir endi penkasini ham oldim. Ikkalasi ham sotuvda bor. Penkadan effekt bittada bo'ladi. Krem endi men уже 3-chisini chaqirtirdim.